Bugun sizlar uchun kichik master-klass tayyorladik. Ushbu videoda ko'ylakdagi tik qaytarma yoqani tikish texnologiyasini ko'rsatdik. Umid qilamizki, bu master-klass siz uchun foydali bo'ladi va tikuvchilikdagi bilimlaringizni yanada mustahkamlaydi. Mana bu rubashkani yoqasini o'rnatishni ko'rsataman sizlarga. Mana shu bo'yin aylanasini hozir strochka berib olamiz. Strochka bergan paytimizda nimaga e'tibor beramiz? Ko'rinib turibdiki, bu qiyaga tushgan joylarimiz cho'zilish effekti bor. Mana shu narsani o'zini holatiga keltirib, ipimizni yo'nalishini, polotno to'qiladi-ku materialda. Mana shu narsani mana bunaqa holatga keltirib, rovno plus holatiga keltirib, strochka beramiz. Strochka bergan paytimizda albatta e'tibor beramiz. Cho'zilmaslik kerak. Xullas, o'zini holati bo'yicha, cho'zilmagan holati bo'yicha materialni tikib, fiksировать qilamiz. Fiksatsiya degani ip yo'nalishini qildirgan holda cho'zilishni oldini olamiz. Bo'yin aylanasi, yeng o'mizi hammasi cho'zilish effektiga moyil bo'ladi. Shuning uchun materialni qarang, mana materialni tikayotgan paytimda tikkan paytda ham cho'ziladi. Mana shuni ham oldini olamiz. Albatta cho'zilishini oldini olib, mana shu aylanani polni tikib chiqamiz. Mana cho'zilishini oldini oldik. Strochka berdik. Endi ustki yoqqa tikilgan va bir qavat stoyka tikilgan. Mana shuni ikkinchi qavatini qo'yamiz. Mana bu o'rta rassechkalar berilgan. Rassechkadan boshlab o'ng va chap tomonga tikiladi. Bu yoqani tikib olamiz. Stoykani ikkinchisini qayirib tikadigan choq haqimizda dazmol bosib izini tushirib olamiz. Keyin mana shu qayrilgan izi bilan birga bostirib tikamiz. Ikkinchi tomonini ham xuddi shuni qilamiz. Xohlasak, mana bu tomonida tikilgan strochka bor. Mana shu strochkani ustidan tiksa ham bo'ladi. Rozamiz. Voy, mana ip tugab qoldi. Strochka beramiz. Ham strochka berildi. Burchagini ortiqcha materialini kesib olib tashlaymiz. Tekshirib ko'ramiz. Stoykani yoqadan keyingi masofasi bir xil bo'ldimi, yo'qmi deb. Ag'daramiz yoqani. Burchagini ag'dardik. Ustidan strochka berib qotirib olishimiz ham mumkin yoki dazmol bosib qotirishimiz mumkin. Tagidagi yoqani, ustki yoqani tortib turamiz. Buklov hosil bo'lmasligi kerak. Zalom, buklov, ortiqcha material qolib ketmasligi kerak choqning ichida. Stoykasini tikib oldik. Buklov tomonini ustiga tushirib, mana bu ochiq tomonini yoqani ustki tomoniga qo'yib turib tikamiz. Undan oldin kiyimga strochka berganmiz, fiksiruющий. Mana shu strochkani ustidan tushish kerak, choq. Tikishdan oldin yoqani oxirgi tugalanadigan joyini bir-biriga qo'yib, belgilab, bulavkalab olishimiz mumkin. Osonroq bo'ladi tikish. Mana shu holatda tikib bitkazamiz. Choqni oxiriga kelganimizda kripka beramiz. Srazu bulavkani olib turib tekshirib ko'ramiz. Yoqani ichiga kirganda mana chist kray bo'ladimi, yo'qmi deb. Mana ustma-ust tushgan paytda yoqamiz idealni chiqadi. Ikkinchi tomonni tikamiz. Bu joyda ham bulavkani olib turib tekshirib ko'ramiz. Yoqani ichiga kirgizganimizda burchagimiz idealni sostoyaniyada chiqadi mana. Mana bu joyini ko'klab turib yoki bo'lmasa bulavka qadab turib, xuddi shunaqa tikib chiqishimiz mumkin ustidan. Choqini yoqani ichiga kirgizib turib, stoykani ustiga qo'yib turgan holda mana bu joyda mana choqni ustiga prям idealni tushirib tikamiz. O'shanda ustma-ust tushadi. 1 millimetrda chiqadi choq. Kontrolni metkalarda bulavka qadab olishimiz mumkin. O'rtada, yoqada bulavka qadab tikishni boshlaymiz. Mana bu joylarda bulavkada yordam beramiz. Bulavkalarimiz ingichka bo'lishi kerak albatta. Yoqamiz tayyor bo'ldi. Dazmol bosib, petli tugma qilib rubashkani bitkazamiz.